Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada Mahallam loyiham dasturida amalga oshirilayotgan loyihalarga ovoz berish tartibini ko'rib chiqamiz. Buning uchun Play Market yoki App Store orqali raqamli mahalla mobil ilovasini yuklab olishimiz va mobil qurilmamizga o'rnatishimiz zarur bo'ladi. Ilovani o'rnatganimizdan so'ng ushbu ilovaga OneID yagona identifikatsion tizim login paroli orqali kirishimiz mumkin bo'ladi. Ilovaga kirganimizdan so'ng ilova menyularining eng yuqori qismida Mahallam loyiham dasturi bo'limi mavjud bo'lib, ushbu bo'lim orqali bizga kerakli bo'lgan loyihaga ovoz berishimiz mumkin bo'ladi. Mahallam loyiham bo'limiga bosamiz hamda bizga kerakli bo'lgan loyihani loyiha ID raqami orqali qidirishimiz mumkin yoki hududlarni belgilash orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Loyiha ID raqami yordamida qidiramiz. Qidirish tugmasini bosamiz va bizga kerakli bo'lgan loyiha kelib chiqadi. Eslatib o'taman, fuqarolarning yashash hududidan qat'iy nazar istalgan loyihaga ovoz berish imkoniyati mavjud bo'lib, ular faqatgina bitta loyihaga bir marotaba ovoz berishlari mumkin bo'ladi. Loyiha bilan tanishib chiqishimiz uchun ovoz berish tugmasini bosamiz va ushbu mahalla kiritgan loyiha haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, ovoz berishni tasdiqlash tugmasini bosish orqali ushbu loyihaga ovoz bergan hisoblanamiz hamda ovoz bergan loyihamizni muntazam ravishda ushbu loyiha amalga oshirilgunga qadar ko'rib turish imkoniyatiga ham egamiz. Buning uchun men ovoz bergan loyihani ko'rish tugmasini bosamiz va ushbu tugmani bosish orqali loyihada amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Fuqarolar ushbu tartibda loyihaga ovoz berishi, shuningdek ovoz bergan loyihasi g'olib deb topilsa, ushbu loyihaning amalga oshirish jarayonlarini ham ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'ladi.